Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz bugun maxsus tanash ishlab chiqarish boshqarmasi davlat unitari korxonasi xizmat ko'rsatayotgan Toshkent shahar aholisining fikri bilan qiziqdik. Assalomu alaykum. O'zim bitta savolimiz bor. Maxsus trans faoliyatiga hech e'tibor qaratganmisiz? Ular haqida nima deya olasiz? Faoliyatiga e'tibor qaratganmiz. Maxsus trans xodimlari shu ko'cha tozaligida ta'minlashga yordam bergan odamlar. Ularni mehnatini qadrlashimiz kerak. Biz ham kerak bo'lsa yordam berishimiz kerak ularga deb o'ylayman. O'sha odamlar bor, ko'chaga xohlagan joyga chiqindilarni tashlab ketishadi. Uni maxsus joyga tashlash kerak. Shu bizdan yordam maxsus joyga tashlasak bo'ldi ularcha. Ularga nima deymiz? Rahmat deb qolamiz ularga. Ularda ko'chalarga tashlab ketadi. Bu noto'g'ri. Ular chiqaradi. Menga bunaqa qilishi yoqmaydi. Va men hozirlashda o'zimdan boshlayman. Nima qilish kerak? Chiqindilarni qayerga olib borib tashlash kerak? Yerda yotgan chiqindilarni ko'rsangiz, egalariga aytishingiz kerak. Mushakka olib tashlang. O'zi joyi bor, to'g'rimi, maxsus? Ketilgan chiqindilarga endi bu minus. Bizga ham juda ham og'ir ahvol. Shahar nima deydi? Bu musirlarga to'lib ketyapti. Agar iloji bo'lsa o'sha musirda ko'chaga emas, maxsus o'sha chiqindi yashiqlarga tashlashsa yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p odamlarni ko'ryapmiz. Chiqindilarni chiqindi tashlash joyiga emas, balki yo'llarning yuziga tashlab ketib boryapti. Yaxshi ham maxsus trans ishchilari bor. Men ularga rahmat aytaman. Hamyurtlarimizning so'zlarini o'zingiz tingladingiz. Xulosa o'zingizdan.